Assalomu alaykum. Baxtiyor Husaynovning ashaddiy obunachilari. Bugungi sanamiz Xudo xolasa 3-oktyabr, hafta kuniga juma kunga hammalarga xayrli, barakatli bo'lsin. Aka-ukalar, Langarda Xudo xolasa mana shu yerimiz turibdi. Kichik Beshepa mahallasida. Aka-ukalar 10 sotuv yerimiz sotuvga qo'yapmiz. Narx-navolar Xudo xolasa video davomida aytib o'tamiz. Narx-navosi ma'qul kelsa Xudo xolasa ekran nomeriga aloqa chiqarasizlar. 3 qator, 4 qator tokzor Xudo xolasa aka-ukalar mana. Egalari terayimiz bor, terayim kesib olamiz deyaptilar aka-ukalar. Teraylardan tashqari Xudo xolasa 10 sotuv yerimiz sotuvga qo'yapmiz aka-ukalar. Tog'larda shoptoli, optoli, mevazorlari va aka-ukalar mana tomosha qilaverasizlar, ko'rib ustida birlashaverasizlar. 3 qator, 4 qator uzumzori bor aka-ukalar. Aka-ukalar qaytarib o'taman, Langarda akalar, Kichik Beshepa mahallasida shu 10 sotuv yerimiz sotuvga qo'yapmiz. Narx-navosi kelsak, narx-navosi Xudo xolasa 24 ming narx aytyapmiz, kami bor. Ekran nomeriga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa narxidan tushib beramiz. Videolarimiz yoqayotgan kanallarga bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin aka-ukalar. Baxtiyor kanaliga obuna bo'lsanglar, Xudo xolasa biz qo'yib borayotgan videolar birinchilardan bo'lib tomosha qilish imkonini qo'lga kiritgan bo'lasizlar. Aka-ukalar, bugun juma kuni hammalarga xayrli, barakatli bo'lsin. Aka-ukalar, yerimiz ma'qul kelgan bo'lsa, narx-navosi Xudo xolasa yo'lda qilib beramiz, tushib beramiz. Narx-navosi ma'qul kelgan bo'lsa, ekran nomeriga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa kelishtirib beramiz, tushganini qilib beramiz. Jonlaring sog' bo'lsin. Bugungi kun hammalarga xayrli, barakatli bo'lsin. Aka-ukalar, qaytarib o'taman. Teraydan tashqari aka-ukalar, teraydan tashqari teraylarni egalari kesib olaman deyaptilar. Teraydan tashqari 10 sotuv yerimiz sotuvga qo'yilyapti. Yonida zakam bor. Bemalol uchastkaga siz bo'ladi, olasiz, bog' siz bo'ladi aka-ukalar. Aka-ukalar, ekran nomeriga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa narx-navosidan o'tib beramiz, tushib beramiz. Yer ishqibozlariga, mana shu videoni ko'rib turgan yer ishqibozlariga aka-ukalar jo'natib berasizlar. Jonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.